Assalomu alaykum. Bizda Spektrum A2 5-kapital. Ushbu kapitalimizni demak nomi Tagesablauf und Ausbildung deb nomlanadi. Ya'ni buni tarjimasi kun tartibi hamda ta'limot degan ma'noni anglatadi. Bizda birinchi kapital, ushbu kapitalda demak Ein Tag aus dem Leben eines Studenten, ya'ni student hayotidagi bir kun. Um 9 Uhr ist Lukas aufgestanden. Soat 9:00da Lukas demak uyg'ongan. Danach hat sich geduscht und sich angezogen. Undan so'ng demak u dush qabul qildi va kiyindi. Um 9:30 hat gefrühstückt. 9:30da esa u nonushta qildi degan ma'noni beryapti. Ikkinchisi, um 9:45 ist mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Ya'ni 9:45da u velosipedida demak universitetga bordi. Dort hat Lukas zwei Vorlesungen besucht. In der Pause hat sich mit einem Freund unterhalten. U yerda Lukas demak ikkita leksiyaga tashrif buyurdi va biroz tanaffusda demak do'sti bilan birgalikda o'tkazdi. Üçüncü qism. Nach dem Mittagessen hat sich auf eine Präsentation zum Thema Literatur in der Schweiz vorbereitet. Ya'ni tushlikdan so'ng u prezentatsiya, ya'ni temasi Shveysariya literaturasiga tayyorgarlik ko'rdi. Lukas hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ya'ni Lukas muntazam ravishda ushbu tema bilan shug'ullandi. Es ist sein Lieblingsthema. Bu uning sevimli mashhur temasi. Am Nachmittag hat seine Arbeitsergebnisse präsentiert. Ya'ni tushlikdan so'ng u o'zini o'sha ish ma'lumotlarini taqdimot qildi. Die Präsentation ist gut gelaufen. Ya'ni prezentatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Am Anfang der Präsentation hat sich Lukas über der Technik geärgert. Boshida esa shu prezentatsiya Lukasni texnik sabablarga ko'ra jahlini chiqardi. Sie hat nicht richtig funktioniert. Ya'ni u yaxshi ishlamadi. Va to'rtinchi qism. Danach hat Lukas eine Bewerbung geschrieben. Bundan so'ng Lukas demak ishga ariza yozdi. Hat sich einen Praktikumsplatz bei Zeitung beworben. Ya'ni u o'sha praktika uchun joyga gazetadan, jurnaldan demak nima qildi, ariza tashladi. Abends ist ausgegangen und hat sich unsträblich in Anna verliebt. Kechalari bo'lsa u tashqariga chiqdi va Annani yoqtirib qoldi degan ma'noni beryapti. Aynan bu studentning hayotidan bir kun deb nomlangan edi. Ikkinchi mashq strukturen refleksiva verben, ya'ni o'zlik fe'llari. O'zlik fe'llari deb aynan gapdagi ishlatilayotgan fe'l subyekt tomoniga qaratilgan bo'lsa, ya'ni o'ziga qaytarilayotgan bo'lsa, ushbu fe'llar demak o'zlik fe'llari deyiladi. Bu albatta rus tilida возвратный gлагол deb nomlanadi. Demak, bizda nemis tilida hamma fe'llar ham refleksiv bo'la olmaydi. Aynan o'zini demak tartibi va o'zini demak soni miqdori cheklangan. Demak, birinchi holatda Lukas unterhält sich mit seinem Freund. Ya'ni Lukas suhbatlashyapti o'zini do'sti bilan. Lukas beschäftigt sich mit seinem Lieblingsthema. Ya'ni Lukas shug'ullanyapti mit seinem Lieblingsthema. O'zini sevimli temasi bilan. Aynan bu holatda fe'lga nisbatan sich qo'shimchasi refleksiv fe'l ekanligini ko'rsatib bermoqda. Kelinglar C qismini tarjima qilishdan oldin D mashqini bajaramiz. Aynan bu yerda refleksiv fe'llar hamda refleksiv pronomen, ya'ni refleksiv olmoshlar berilmoqda. Birinchi holatda demak singulyar ich ärgere mich bo'ladi. Du ärgerst dich, sie ärgert sich, wir ärgert uns, ihr ärgert euch, sie ärgern sich. Hamda formel shakli sie ärgern sich
Tarjimasi nima bo'lmoqda? Demak, ärgeren, sich ärgeren fe'li o'zi jahl qilmoq. Ich ärgere mich, jahl qilyapman. Du ärgerst dich, jahl qilyapsan. Sie ärgert sich, jahl qilyapti. Wir ärgern uns. Biz jahl qilyapmiz. Ihr ärgert euch. Ya'ni sizlar jahl qilyapsizlar. Sie ärgern sich, ular jahl qilishyapti hamda sie ärgern sich, siz jahl qilyapsiz. Ko'rib turganimizdek, ushbu refleksiv fe'llarda, ya'ni o'zlik fe'llarda maxsus pronomenlari bo'ladi. Buni albatta sizlar akkuzativ fe'li pronomenlari bilan adashtirib qo'ymasliklaring kerak. Demak, ishga nisbatan mich bo'ladi, duga nisbatan dich, sie sich, wirga uns, ihr euch, sie sich ko'rinishida bo'ladi. Va rus tilida возвратный gлагolda demak ся qo'shimchasi, misol uchun umываться yoki zlitsa, ya'ni ся qo'shimchasi bu yerda nemis tilida aynan shu olmoshlar, pronomenlar ko'rinishida o'zgarmoqda. Fe'ldagi esa tuslanish xuddi kuchli yoki kuchsiz fe'llarda tuslanishi bilan bir xil ko'rinishda bo'ladi. Demak, C qismiga e'tiborimizni qaratamiz. Ich heiße Eva Berger. Mani ismim demak Eva Berger. Normalerweise stehe ich 7 Uhr auf. Ya'ni normal holatda men 7:00 da turaman. Danach dusche ich mich. Ich frühstücke und fahre mit dem Auto ins Büro. Mana shu yerda demak dusche mich, ya'ni o'zini o'zi yuvintirmoq. Men yuvinaman deyapti. Nonushta qilaman va avtomobilda demak ofisga boraman. Auf dem Weg zur Arbeit ärgere ich mich oft über die vielen Staus. Ya'ni yo'lda ishimda meni jahlimni chiqaradi. Ärgere mich bo'lyapti. Bu yerda refleksiv fe'l. Tez nima? Ko'plab demak o'sha tirbandliklar, Staus. Ich arbeite in einer Bank und es passiert jeden Tag das Gleiche. Men ishlayman demak bankda va bu kunda bir xillik bo'ladi deyapti. Ich begrüße meine Kollegen, ya'ni men salomlashaman kollegalarim bilan. Schalte meine Computer an, kompyuterimni yoqaman. Ich lese meine E-Mails und die Börsenberichte. Ya'ni men o'qiyman o'zimni e-mail hamda birja xabarlarimni. Va bu holatda demak refleksiv fe'l yo'q. Danach analysiere ich verschiedene Daten, zum Beispiel die Kurse an der Börse. Keyinchalik men analiz qilaman demak turli xil ma'lumotlarni, misol uchun kurs hamda birja. 11 Uhr haben wir eine kurze Besprechung. Ya'ni 11:00 da bizda qisqa majlis bor. Wir unterhalten uns, ya'ni bu yerda refleksiv fe'l e'tibor beramiz, über bestimmte Entwicklungen. Va biz suhbatlashamiz ma'lum bir demak ishlab chiqilmalar bo'yicha. Manchmal streiten wir uns auch, aber nicht so oft. Ba'zida biz demak janjallashamiz, lekin unchalik tez emas deyapti. Zum Mittagessen treffen ich mich mittwochs und freitags mit meinem Freund. Ya'ni tushlikka ko'rishaman, ya'ni treffen fe'li ketyapti. Ko'rishaman chorshanba kunlari hamda juma kunlari do'stim bilan. Ist Ingenieur und sucht im Moment Arbeit. U injener va oqtaryapti hozirgi paytda ishni. Hat sich schon bei 10 verschiedenen Firmen beworben. Ya'ni bu yerda sich bewerben fe'li ketmoqda. U o'nlab turli xil firmalarga demak ariza tashlagan. Ya'ni sich bewerben ariza tashlamoq. Ich hoffe, dass bald eine Stelle findet. Men umid qilamanki, u tez kunda yangi joy topadi. Abends lernen wir Französisch. Kechqurunlari biz fransuz tili o'rganamiz. Wir haben uns für einen Sprachkurs angeschrieben, denn wir interessieren uns beide für die französische Sprache und die französische Küche. Biz demak o'sha chet tili kursiga yozilganmiz. Bu yerda aynan eingeschrieben uns, sich eingeschrieben fe'li ketyapti. Einschreiben chunki biz qiziqamiz, bu yerda sich interessieren, nimadirga qiziqmoq, ikkalamiz ham fransuz tiliga va fransuz demak o'sha oshxonasiga. Wir freuen uns immer auf den Unterricht. Biz har doim mamnunmiz. Nimadan? Darsdan degan ma'lumot berilyapti. Demak, ushbu tekst da refleksiv verb hamda refleksiv pronomenlarda qo'llanilishini ko'rdik.
Uchinchi mashqda Fragen und Antworten, ya'ni savollar hamda javoblar. Bu yerda demak biz savollarni formulировкасini aynan perfekt zamonida qo'llashimiz kerak bo'ladi. Demak, misolda ko'rmoqda biz haben Sie sich mit der polnischen Kollegin unterhalten? Ya'ni siz o'sha polshalik hamkasba bilan suhbatlashdingizmi? Ja, ich habe mich mit der polnischen Kollegin unterhalten. Ha, men o'sha polshalik hamkasba bilan suhbatlashdim. Endi navbatdagisi bu yerda du olmoshi schon auf die Prüfung sich vorbereiten. Ya'ni bu yerda refleksiv verben sich vorbereiten, shug'ullanmoq, tayyorlanmoq. Savol qanaqa bo'ladi? Duga nisbatan habni tuslaymiz. Hast du schon yoki hast du dich schon auf die Prüfung vorbereitet bo'ladi. Va javobi qanaqa bo'ladi? Ja, ich habe mich auf die Prüfung schon vorbereitet ko'rinishda bo'ladi. Navbatdagisi bu yerda sich ärgern fe'li berilyapti, refleksiv verben hamda du olmoshi hamda über deinen Chef. Hast du über deinen Chef bu yerda zichligi uchun dudan keyin sirasi biz demak zichni qo'llab ketishimiz kerak. Hast du dich über deinen Chef geärgert? Ja, ich habe mich über meinen Chef geärgert ko'rinishda bo'ladi va uchinchisini ham qilib beraman. Sich bewerben fe'li, ya'ni perfekt holatda bu sich beworben habni talab qiladi. Hast du dich eine Stelle bei einer Bank beworben? Ja, ich habe mich eine Stelle bei einer Bank beworben ko'rinishda bo'ladi. Demak, e'tibor berdinglar, aynan perfekt zamonida haben yoki sein fe'lidan keyin biz o'sha refleksiv pronomenni qo'yamiz va fe'lni oxiriga o'tkazib yuboramiz, albatta partitip 2 shaklida. Va do'stlar, sizlar demak 4-mashqdan 10-gacha demak mustaqil ravishda aynan ushbu gaplarni tuzishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda sich streiten, gestreitet bo'ladi, sich einschreiben, sich eingeschrieben, sich interessiert, sich verliebt hamda sich beschäftigt, sich bedankt hamda sich treffen, sich getroffen ko'rinishda bo'ladi. Shu tarzda demak gaplarni to'g'ri tuzishingiz sizdan so'ralmoqda va 4-mashqda Strukturen, Verben mit Präpositionen, ya'ni prepozitsionlar, predloglar haqida gap ketyapti. Aynan refleksiv fe'llar o'ziga ma'lum bir predloglarni talab qiladi. Ushbu predloglarni biz qo'yganimizdan so'ng biz kutilayotgan demak matn yoki gap, so'rov, savol yoki gap chiqishi mumkin bo'ladi. Agar ushbu prepozitsionlarni noto'g'ri qo'yadigan bo'lsak, bizda demak grammatik jihatdan ushbu gapimiz xato tuzilgan bo'ladi. Albatta, barcha prepozitsionlar ham o'zbek tiliga mos tushavermaydi. Shuning uchun do'stlar, sizlarga maslahat beraman. Refleksiv fe'llarni aynan o'ziga tegishli bo'lgan prepozitsionlar bilan birgalikda yodlashlaringni. Misol uchun mana ich telefoniere bu yerda mit fe'li bilan berilyapti, bilan. Men suhbatlashaman, demak boshliq bilan. Yoki ich bewerbe mich eine Stelle. Bu yerda aynan sich bewerben fe'li prepozitsiyoni so'raladi. Buni albatta yodlab qo'yishimiz kerak. Men demak yangi joyga ariza tashladim. Ya'ni sich bewerben ko'rinishida va undan so'ng biz bilamiz akuzativ qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu tariqa demak biz refleksiv verben plus prepozitsionlarni yodlab ketishni aynan ushbu kapitaldan boshlashimiz kerak bo'ladi va C qismida perfekt zamoniga o'tkazishimiz kerak ekan. Ich gestern der Chef sich unterhalten, shuni perfekt zamoniga o'tkazib beryapti. Ich habe mich gestern mit dem Chef unterhalten. Va bu yerda sich ärgern fe'li berilyapti. Albatta sich ärgern o'zidan keyin über prepozitsiyonni so'raydi. Aynan du bo'lganligi uchun du hast, bu yerda savol ko'rinishida ekan, kechirasizlar. Hast du dich
Über Paul geärgert. Ya'ni Pauldan jahling chiqdimi bo'lyapti. Va sich vorbereiten fe'li kelyapti. Aynan yuqori qismida biz sizlar bilan demak ushbu fe'lni ham ko'rdik. Aynan sich vorbereiten o'ziga auf prepozitsionini so'raydi. Shuning uchun Marie hat auf die Präsentation, Marie hat sich auf die Präposition gut vorbereitet ko'rinishida bo'ladi. Va uchinchisida sich bewerben yuqorida aytganimdek prepozitsiyonni so'raydi. Aynan sich vorbereitet auf bo'lsa, bu sich bewerben plus akkuzativ. Shuning uchun Erwin hat sich eine Stelle bei Siemens beworben ko'rinishida bo'ladi va shu tariqa do'stlar 4 hamda 5 ham 6 mashqlarni o'z yakuniga yetkazib qo'yishlaring sizlardan so'raladi. 5-mashqda Der Tagesablauf von Carola Mitschke to'g'risida ma'lumot berilyapti, ya'ni kun tartibi. Ushbu mashqqa ortiqcha to'xtalmaymiz, sababi bu yerda sizlar Hören ko'rinishida ushbu bo'sh yacheykalarga quyidagi fe'llarni qo'yib qo'yishingiz so'raladi. Men esa sizlarga shunchaki bularni tarjimasini aytib ketaman. Arbeiten demak ishlamoq, öffnen ochmoq, heißen nomlamoq, stattfinden tashkil topmoq, aufstehen uyg'onmoq yoki turmoq, halten ushlamoq, fahren bormoq, beginnen boshlamoq, gehen piyoda bormoq, unterhalten suhbatlashmoq deb tarjima qildik. Essen ovqatlanmoq, duschen demak dush qabul qilmoq, vorbereiten tayyorgarlik ko'rmoq, interessieren qiziqmoq, treffen uchrashmoq, lernen o'rganmoq, schreiben esa yozmoq. Ushbu fe'llarni demak 36-hörenda eshitgan holatda shu bo'sh yacheykalarga demak to'ldirib ko'rishingiz sizdan so'ralmoqda do'stlar. 7-mashq Schulzeit, ya'ni maktab vaqti deb ataladi va bu yerda sizlarga demak fanlar berilmoqda. Birinchisi music, ya'ni musiqa darsi, matematika, fizika, chemiya, sport, fizkultura, kunst, san'at yoki rassomlik, ingliz tili, Geschichte, tarix, biologiya fani, geografiya, ya'ni geografiya fanlari berilyapti va kelinglar ushbu mashqni birgalikda ko'rib chiqamiz. Die Schüler lernen etwas über Landschaften und fremde Länder. Bu yerda geografiya qo'yilmoqda, ya'ni maktab o'quvchilari o'rganishadi boshqa davlatlarni yoki qishloqlarni. Atme, die Schüler malen und erfahren etwas über Kunstgeschichte. Ya'ni maktab o'quvchilari chizishadi va tajribalarni orttirishadi, ya'ni san'at tarixida. Albatta bu yerda javob kunst bo'ladi. Ya'ni rasm darsi. Die Schüler erfahren etwas über historische Ereignisse. Ya'ni maktab o'quvchilari tarixiy natijalar haqida o'rganishadi. Bu Geschichte. Geschichte ma'nosi demak tarix degan ma'noni beradi. Zitsmen, die Schüler singen oder spielen ein Instrument. Maktab o'quvchilari demak kuylashadi yoki o'ynashadi shu instrumentni, musiqa. Bu yerda albatta muzik darsi bo'ladi. Dersme, die Schüler müssen viel rechnen. Ya'ni maktab o'quvchilari hisob-kitob qilish kerak ko'proq. Bu albatta qaysi ikkinchi raqamda turgani, ya'ni matematika darsi bo'ladi, matematik. Hamda qismida die Schüler lernen etwas über den Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Maktab o'quvchilari o'rganishadi nima haqida? Insonlar, hayvonlar hamda o'simliklar. Albatta buni javobi 9-raqam, ya'ni biologiya bo'ladi do'stlar. Hamda die Schüler lernen eine Sprache und etwas über die Kultur. Ya'ni maktab o'quvchilari o'rganishadi tilni va san'atni. Va bu albatta adashmasam English bo'ladi, ya'ni ingliz tili darsi. Die Schüler treiben Sport, ya'ni sport bilan shug'ullanishadi. Bu sport darsi, ya'ni fizkultura. Navbatdagisi, die Schüler lernen etwas über Technik, Raum und Zeit. Maktab o'quvchilari o'rganishadi texnika, xona hamda vaqt to'g'risida. Bu fizika bo'ladi dars. Fizik nemischasi.
hamda oxirgisi, die Schüler lernen etwas über Elemente und Stoffe oder machen Experimente. Maktab o'quvchilari o'rganishadi elementlar, moddalar hamda eksperimentlar haqida. Albatta bu ximiya darsi, ya'ni ximiy bo'ladi nemischasi. Demak, sizlar bilan 7-mashqni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bir qismiga e'tiborimizni qaratamiz. Intervyu Schulzeit. Erinnern Sie sich gern an Ihre Schulzeit? Ya'ni maktab vaqtlaringiz haqida eslaysizmi? Sind Sie gern in die Schule gegangen? Maktabga o'z vaqt bajonidil borganmisiz? Ikkinchi savol, welche Sprachen haben Sie in der Schule gelernt? Ya'ni maktabda qaysi tillarni o'rgangansiz? Uchinchi savol, wann hat der Unterricht angefangen, wann hat aufgehört? Qachon dars boshlanardi va qachon u tugardi? To'rtinchisi, haben Sie immer Hausaufgaben gemacht? Har doim uyga vazifalarni qilganmisiz? Beshinchisi, demak, wie war Ihr Schulweg? Sind Sie gelaufen? Sind Sie gefahren? Maktab yo'li qanday bo'lgan? Siz piyoda yurganmisiz yoki mashinadami borganmisiz degan ma'noda berilyapti. Hamda oltinchisi, hatten Sie eine Lieblingslehrerin oder einen Lieblingslehrer? Sizda bo'lganmi sevimli ustoz yoki sevimli, demak, ustoz ayol? Hausaufgaben, haben Sie immer Hausaufgaben gemacht? Har doim uyga vazifani qilganmisiz? Va 7-si, was waren Ihre Lieblingsfächer? Sizni sevimli fanlaringiz nima bo'lgan? Ushbu, demak, so'rov savollariga siz, demak, mustaqil ravishda javob berishingiz so'raladi, do'stlar. 11-mashq, von der Kinderkrippe bis zur Universität. Ya'ni o'sha bog'chadan oldingi paytdan universitetgacha deb nomlanadi. Bildungswege in Deutschland, ya'ni ta'lim yo'li Germaniyada. Kleinkinder bis 3 Jahre können in eine Kinderkrippe gehen. Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren und in einen Kindergarten. Ya'ni kichkina bolakaylar 3 yoshgacha bog'chadan oldingi bog'chaga, ya'ni yasliga borishi mumkin. Kinder im Alter zwischen 3 und 6, ya'ni 3 yoshdan 6 yoshgacha ular, demak, bog'chaga boradi. Albatta Kindergarten bu bog'cha degani. Bei Kinderkrippen und Kindergärten gibt es staatliche, kirchliche oder private Anbieter. Ya'ni o'sha yasli bog'cha hamda bog'chalarda va davlat hamda cherkov hamda xususiy kimlar bor, demak, takliflar bor. Die Preise für die Betreuung der Kinder variieren stark. Demak, narxlar ushbu qayg'urishni bolalarga o'zgaradi, kuchli o'zgaradi. Manche Kindergärten verlangen keine oder nur wenig Gebühren, andere kosten mehrere 100 Euro. Ba'zi bir bog'chalar, demak, pul olinmaydi, to'lov qilinmaydi, boshqalarda esa, demak, 100 eurogacha bo'lishi, 100 eurodan ko'proq bo'lishi mumkin. Wenn die Kinder älter als 6 Jahre sind, müssen sie zur Schule gehen. Qachonki bolalar 6 yoshda bo'lsa, ular, demak, maktabga bora olishadi. Die meisten Schulen in Deutschland sind staatlich. Ko'pchilik maktablar Germaniyada, demak, staatlich, davlatniki. Für staatliche Schule bezahlen die Eltern kein Schulgeld. Ya'ni davlat maktablari uchun ota-onalar pul to'lamaydi. Neben den staatlichen Schulen existieren einige private und internationale Schulen. Davlat maktablardan tashqari bor, demak, частный hamda xalqaro maktablar. Die Schule nehmen einige bu. Ya'ni bu maktablarda albatta to'lov qilinadi. Verantwortlich für die Schulpolitik sind die einzelnen Bundesländer. Bunga javobgar, demak, maktab politikasida o'sha viloyatning o'zi. Das bedeutet, dass die Schüler in den 16 Bundesländern nicht immer das Gleiche lernen und auch nicht die gleichen Schulbücher benutzen. Bu degani, demak, maktabda 16 degani 16 ta viloyat har doim ham bir xil bo'lmaydi, o'rgatish hamda bir xil kitoblardan foydalanmaydi deyilyapti. In Deutschland gibt es unterschiedliche Schultypen. Germaniyada turli xil maktab tiplari bor. Die Grundschule besuchen die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse. In Berlin und Brandenburg bis zur 6. Klasse.
Ya'ni boshlang'ich maktabga tashrif buyuradi. Bolalar 1-sinfdan 4-sinfgacha, Berlin hamda Brandenburgda esa 6-sinfgacha. Danach entscheiden Eltern und Lehrer gemeinsam, welche Schultyp das Kind besucht, die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium. Va keyinchalik ota-ona hamda ustozlar birgalikda qaror qilishadi, qaysi maktab tipiga demak bolalar tashrif buyurishini, bu Hauptschule, Realschule yoki gimnaziya. Nach der Haupt- oder Realschule machen viele Jugendliche eine Berufsausbildung. Ya'ni Haupt hamda Realschulani bitirganlar, yoshlar demak professionalne образование olishlari kerak bo'ladi. Etwa 50% der Jugendlichen besuchen das Gymnasium und schließen die Schule mit dem Abitur ab. 50% atrofidagi bolalar demak tashrif buyurishadi gimnaziyaga va maktabni abitur bilan, ya'ni go'zekzamenlar bilan yakunlashadi. Damit besitzen sie die allgemeine Hochschulreife und können an einer Hochschule oder Universität studieren. Keyinchalik ular umumiy o'sha oliygohlarga, oliygoh ham universitetlarda o'qishadi. Rund 80% der Abiturienten nehmen nach der Schule ein Studium auf. 80% abituriyentlar o'qishdan keyin ham ta'limot olishni davom ettiradi. Demak, 12-mashqda xuddi shu berilgan tekstdagi ma'lumotlardan biz to'g'ri javoblarni topishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda alle Kinder in Deutschland müssen. Barcha bolalar demak Germaniyada qilishi kerak. In der Kinderkrippe gehen, in der Kindergarten gehen, in der Schule gehen. Albatta to'g'ri javob C bo'ladi. Die Schulbildung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ya'ni maktab ta'limoti viloyat boshqacha. Ist in ganz Deutschland gleich. Bir xil Germaniya bo'yicha, ist in die Schule unterschiedlich deyilyapti. Albatta bu A javob bo'ladi. Ikkinchi savol. Die Kosten für den Kindergarten sind sehr hoch. Maktab bog'chalaridagi demak to'lov qimmat, unterschiedlich turlicha, niedrig kam. Albatta turlicha B javob. To'rtinchi savol. Nach der Grundschule, ya'ni boshlang'ich maktabdan so'ng, gehen alle Kinder zuerst auf die Hauptschule. Birinchi bo'lib asosiy maktabga boriladi. Entscheiden nur die Lehrer über die Zukunft der Kinder. Faqat ota-onalar, faqat ustozlar hal qiladi deyapti. Bu xato. Besucht rund die Hälfte der Schüler ein Gymnasium. Ya'ni 50% studentlar gimnaziyani tanlaydi. Bu albatta to'g'ri javob. 5-si rund 80% alle Schüler studieren. Ya'ni 80% o'qiydi. Alle Schüler machen Abitur qiladi, die Schüler studieren nach dem Abitur. Albatta to'g'ri javob C varianti bo'ladi. Bu 12-savolni tahlil edi. 13-mashqda das Schulsystem in meinem Heimatland, ya'ni maktab sistemasi meni vatanimda. Bu yerda biz demak o'sha kursdagi ustozimizga o'zimizni vatanimizdagi o'qish sistemasi haqida gapirib berishimiz kerak. Buning uchun bizga turli xil savollar berilyapti. Misol uchun, ab welchen Alter müssen Kinder in die Schule gehen? Necha yoshdan demak maktab o'quvchilari, bolalar maktabga borishi kerak? Wie lange dauert die Schulzeit? Qanchalik uzoq davom etadi maktab vaqti? Gibt es verschiedene Schulen? Turli xil maktablar bormi? Muss man Schulgeld zahlen? Maktab pulini to'lashimiz kerakmi? Welche Noten kann man bekommen? Qaysi baholarni olish mumkin? Wie wichtig die Noten? Qaysilari muhim baholarda? Wie viel Prozent der Schüler studieren? Necha foiz demak maktab o'quvchilari demak student bo'lib davom ettirishadi deb berilmoqda. Ushbu savollarga demak to'g'ri javob berishimiz so'raladi. 15-mashq. Die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland. Eng sevimli o'sha kasblar Germaniyada. Birinchisi Industrie Kaufmann, sanoat biznesmeni yoki Frau business ladysi. Kaufmann albatta biznesmen, Einzelhandel bo'yicha, ya'ni sotuv ishlari bo'yicha. Kifitsi mechatroniker bu o'sha og'ir mashinalarda mexanika. Verkäufer sotuvchi, Kaufmann biznesmen, byuro menejmentida, ya'ni ofis ishlari bo'yicha. Altenpfleger demak karyeraga qarash. Va ushbu kasblarni aynan o'sha bo'sh yacheykalarga to'ldirib qo'yishimiz so'ralmoqda. Kelinglar birinchisiga yordam beraman, qolganini o'sha mustaqil ravishda davom ettirasizlar. Als demak bo'sh joy, ist man ein alles Könner im Büro.
Albatta bu yerda Kaufman yoki Kauffrau für Büro Managementni qo'ysak menimcha to'g'ri bo'ladi. Aynan bu birinchisiga, ikkinchisiga to'g'ri keldi, kechirasizlar. Hamma yo'l iloji bor. Ayni Kaufman Büro Management bu yerga ham qo'yib ketamiz. Müsste Termin koordinieren, Telefongespräche führen oder die Abrechnung machen. Va birinchisi als bo'shcha qoldirilyapti. Ist man Ansprechpartner, Nummer ist für Kunden. Albatta bu yerga yo'q Industrie Kaufmann yoki bo'lmasa Verkäufer tushadi. Shularni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va qolgan mashqlarni ham mustaqil ravishda davom ettirib qo'yib qo'yasizlar. 17-mashqda Meine Ausbildung, ya'ni o'zimizni ta'limotimiz haqida ma'lumot berishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerda tayyor shablon sizlarga berilmoqda va kurs davomida demak sizlar mustaqil ravishda ushbu shablondan foydalangan holatda o'zlaringni ta'lim, qayerda o'qiganlaring to'g'risida ma'lumotlar berishlaring so'raladi va 18-mashqda Lebenslauf bizga berilmoqda va quyidagi ma'lumotlar demak Studium, Abitur, Personalmanagement, Geburtsort, Praktikum, Grundkenntnisse, Familienstand. Kelinglar shuni birgalikda qo'yib chiqamiz. Demak, Lebenslauf, persönliche Daten, adresse, bu yerda to'ldirilgan ma'lumotlar, keyingisi Geburtsdatum, Geburtsort o'zi qo'yilmoqda va bu yerga bitta qo'yib qo'yamiz va bu yerda bo'sh yacheyka, ledig turibdi. Demak, bu yerga Familienstand qo'ysak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Ya'ni oilaviy holati. Va birinchi so'zimiz ketdi. Keyingisi yana personal referenting ma'lumotlar va bu yerda ham bo'sh yacheyka qolmoqda. Kelinglar bu yerga, demak Personalabdan Express Berlin tayyorlangan deyilmoqda. Shuning uchun praktikumni qo'yamiz. Ya'ni ikkinchi bo'sh yacheykaga praktikum qo'yilmoqda. Va o'ng tomonga o'tamiz. Ausbildung, ta'limot, bakalavr hamda bu yerda ham ma'lumot berilyapti. Menimcha bu yerga studiumni qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Pastdagisi demak yana Schwerpunkt, uchrashuv joyi albatta personal management bo'ladi. Va bu yerda demak baholar to'g'risida gap ketyapti. Bu yerda albatta to'g'ri javob abitur bo'ladi do'stlar. Abiturni o'chirib yuboramiz. Personal management ketdi va oxirida demak biz o'z-o'zidan qolyapti. Grundkenntnisse. Grundkenntnisse. Demak bu aynan ushbu inson to'g'risidagi Lebenslauf ma'lumotlari edi. Umuman olganda sizlar bilan Spektrum A2 5-kapitalda gaplashishimiz kerak bo'lgan grammatika hamda yangi so'zlar va ma'lumotlarni to'liq tushuntirib berdim degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi kapitallarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.